Assalomu alaykum aziz obunachilar. Demak, bizlar Shahrisabz filialimizni bemorimiz 49 yoshda. Demak, yanvar oyida burun to'siq qiyshiqlagan, nafas ola olmaslikdan va ikkala quloq ish pasayishini shikoyat qilganlar. Yanvar oyida burun to'siqni to'g'raganmiz, septoplastiya qilganmiz va mart oyida chap tomonlama endoskopik tempanoplastiya, ya'ni chap quloq mog'ora pardasini tiklaganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar. Bitta ko'ramiz. Ahmed beramiz. ATS quvonchidan bajarilgan. Va mana devor bo'ylab ozgina sferani qiladi. Hozir quloqni tozaladik va biroz mana qon izlari bor. Mana quloqning pardani holati. Juda ham zo'r holatda turibdi. Qon tomiri o'sgan, ideal holatda parda va bundan 2 oy oldin 10 quloqni bajarganmiz. Hozir to'liq qolgan, yarmi bo'ldimi? Demak, birinchi burundan to'siqni to'g'riladik va quloqlarni mana quloq holati. Bu endi hozir yarmi bo'lgani uchun biroz parda bo'sh turibdi, lekin parda ushlagan, qon tomiri o'sib, juda ham yaxshi holatda, lekin borgan sari sekin-sekin tayinlashadi-da, eshitish yaxshilanib boradi. Eshitish o'zgarish bo'ldimi? Ancha yaxshilandimi? Nafas olishchi bundan. Yaxshi bo'ldi. Nafas olishda. Salomat bo'ling, o'zingiz toping, xo'p? Kunimiz xayrli, salomat bo'ling.